Reverem shu oilasiga Dinokko qo'shilish arafasida turibdi. Hozir biz Muhammad ukamiz oldiga kelganmiz, servis dodasiga. Ketdimi? Ochamizmi? Qo'ringlar, davay. Men birinchi reaksiyani ko'rmoqchiman. Orqa machasi yuring birinchi. Ton kiraylik. Ayolmizmi? 1 2 3. Oy! Dinokko! Nima qilmoqchisan o'g'lim? Siz finalgacha yetib borishingiz kerak. Birga bir qilib o'xshatishga harakat qildik. 5 kun ichida proyektga o'zi ozgina vaqt qolganda qildik bu proyektni. Qalay chiqdi, okay? Atak boru. Mana bu narsalarni hisobga olmasa, haqiqatan yorib o'rgansizlar, to'g'risi. Necha pul ketdi bu narsa? Necha pul sarfladingiz? Xo'p, mashinani o'zi почти yo'q-yo'q 1000 ga tushdi. Yo'q-yo'q rasxotiga 500. Общий 1,5 ming. Asha shou uchun baribir mehr berdingiz, ko'rdim hammasini videolarini. Aktiv olib keldimi shunga yarasha Aktiv sizga? olib keldi, ancha-muncha aktiv olib keldi. Undan tashqari qilgan pulimga mendan roziman, keyin qilgan mehnatim ham addushi bo'ldi. Jigarlar, endi bu yog'iga sizlar baho berasizlar. Mana Toshkentdan ikkinchi bo'lib Muhammad Dinokkoni bizga taqdim qildi. 17 yosh ichida. 17 yoshli bolalar mana sizlarga mana shu servisda o'zi mehnat qilib arendaga yurgizar ekan. Xudo xolasa kelajakda inshaalloh mana shu servisni Reverem shoudan keyin g'alabalar bo'lsa inshaalloh undan boshqacha ko'rinishda ko'ramiz degan umiddaman. Sizga savol yana bitta. Reverem shouda 500 million yutib olsangiz nima qilgan bo'lardi? Uyimdilarni olib, to'g'ri umr safariga. Gap bo'lishi mumkin emas jigarlar. Endi shu joyda bilasizlarmi, sizlardan nima yetishmayapti? Mehr va motivatsiya. Agar sizlar shu videoga like va kommentariyalarni Muhammadjon uchun va Dinokko uchun postasanglar va undan zo'r ishni qilishni imkoniyati bor. Keyin bitta narsa aytib ketmoqchi edim. Agar mabodo xudo ko'rsatmasin yutqizib qo'yadigan bo'lsak ham bu proyektimizni temirdan qilib yasalanadi. Harkazlarimiz. Yo'q, ko'rasizlarmi? Orqa chekinish yo'q-da. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Motivatsiyangiz uchun, mana shu energiyangiz uchun gap yo'q. Omad tilaymiz. Mana jigarlar, mana nihoyat mana Dinokko biz bilan quringlar va laykinglarni ayamanglar.